topa vurdimi? Javob beradi. Qarab tursin, arsin. Yo'q, kirib boryapman, qo'limdagi telefonga yopishyapti. Nima? Videoga olyapsan deb. Telefonni tortib, 3 kishilar yopishib telefonimni tortib videosini o'chirdi. Guruhing. Mana bitta iflos harommi? Barisi yopishib, meni urib, sarrasvo chiq bu yerdan deb telefonimni tortib oldi. Mana bitta. 3 kishilar mana qo'limga yosh bolamgacha urib tayladi. Kim ko'rdi? Ha, bo'ldi, ochib turasing gap. Mayli. Rais aytdim, yo'q, men ana qo'shilgan so'rovnoma o'tkazishim kerak. Rais aytdi, kim bo'lsa, kim bilan savdo? Opa, syomkangizga qarshi ishlaydi. Nima qilib turuvdim kecha? Yo'q, kecha emas, kecha. Birinchi kun qilib turuvdim. Kecha qilib turuvdim abasiz. Yo'q, qilib turuvdim, aka, yo'q demagan. Kunduzgi ishga ketaman, uyga o'tirib ko'rganmiz ama. Men uyga yo'qlik sababini Uyga bilaman. so'rovnoma o'tkazishim kerak. Qilib turuvdim abasiz. Uyga bilaman, o'zim uyga. Xotiningiz harom deganiga yo'q. Keliniz harom deganiga javob beradi. Aka, menga ariza yozib beraman. Bo'ldi, telefonni qo'lingga ushlab o'chirgan zapisingga sen javob berasan. Hech kim telefon. Javob ber. Harom deganiga. Bo'ldi. Sen nima haqqing bor meni qo'limdan telefonda sug'urib olishga? Ha? Qo'limga 2 oylik chaqam bilan meni bosib telefonimni tortib olishga nima haqqing bor? Ayt shunga. Sen mana shu gapimga javob ber. Nima haqqing bor deb so'rayman. Ko'raman ben. Mana shunday kiryapman gap so'rayman. Mana shunday kiryapman. Mana yopishib ketyapti ushlab. Yalvoy gapirga ko'zginang o'g'ib chiqsin sani. Baring ko'zing. Xodimlarni kattasi bor. Sababdan meni bosib telefonimni tortib. Hech kim bosib olgan. Nima sababdan tortib oldinglar? Endi ketar bormadim. Ketmayman, chiqayotgan. Nima sababdan meni qo'limdagi chaqam bilan bosib urib telefonimni tortib oladi? Shu xotin qizlar raisi meni bosib chaqam bilan telefonimni tortib o'chirib taylayapti. To'qmat qilganda o'g'it chiqsa shal bo'lib nogiron bo'lsin. O'g'il aytyapman-ku. To'qmat qilgan shal bo'lib nogiron bo'lsin ilohim. Yo'q, odam o'zguron qiladi, bular biriga indamay, ikkisiga indamay. Nima haqqi bor? Men mahallaga yordam so'rab kelyapman bularga. Yo'q, men sizni odam sifatida ko'rib yordam so'rab kelyapman. Yordam so'rab kelyapman. Meni urganim uchun javob beradi.